Saldan saatte uçurlarınızı kuşunuzu görüyoruz ne var? Kuşup miyalarga chiqishimizni ko'rdik. Chiqargan saldan saat faqat biz mana Lexbox chiqargan ne var? Bunun başqa biz endi ma'nodadir qarsak ma salla yakımsa miyadan asosan telefonunuzni qo'shni ko'rgan ne var? Bunun başqa resimni o'zi qanday qilib sandachi saqlaymiz ne var? Resim bo'lmasa miyada nim bo'lgan telefon xotirasi bo'lgan buningki resim tatib kirgan bo'lsa resim bo'lgan bo'ldi buning uchun ne var? Resim qanday kiramiz? Ondan bunun uchun men miyaga resim talaga qilib saqlashim kerak. Resimda kirgan vaqtda ma'nosa vijol VBDNetdan daymasım açı. Oxşa çivirdi. Bir alanda buldu. Dernetninki VBDNetdan daymasından sijin demasıca oxşaydı. Fakat emnalib işletken birgina tat oxşaydı. Yezi şekli oxşmaydı buningki. Ani VB'ninki üzerine qilgan vaqtda avval biz diametrni aniqlaymiz nima? Diametr VB'ni bakkan bo'lsa o'zini aniqlaysan. Ani sijinimiz bo'lsa avval deyishin qildi, andan penlan qildi, anin keyindan buni aniqlab chiqamiz. Masalan, men diam file as ionic file system file stream degan bo'lsa, nimaningizda aniq ma bizning sijin bo'lsa ionic file stream file deb olamiz-ku. Mana qarasa oddiy bo'ldi nima? Masalan, biz shu zo'rni qilmoqchi bo'lib qolsak, masalan, byte deb aniqlab a bytes deb matn orqali aniqlaydi to'g'ri. Ana miyadim bo'lsa avval men shu nimani ichib oldi ekanman. Hujjatimizni ichib olgandan keyin men faylga ichib oldim shunday hujjatni. Ichib olgandan keyin ana shu zona o'ziga anan keyin men arrayninki mau orqali yadan ma array deganimiz bir shu zodami yana bo'linki hozir mana men bir fanfas bada shu fanfa orqali uchurnozni erishmamancha byte shaklida erishib bo'lgandan keyin oxirida bu uchurnozni o'qib chiqarmamayman. O'qib chiqarib oxirida ma'noni saqlanamas uchurnozni. Mushbun saqlash ishlat deb baraman. Bu sijingda masharasal o'xshamay ekanda. Ondan biz avval masharasini akirish bu jarayon ko'rib boqaylikmi? Buning uchun nima qilib qilmaydiganda shu jukuni o'zini chep. Bizning sandanning o'zi rasmda bir zidan yo'q deyish nima? Müşümütte Levyen'de? Yok. Adet olmasıydı. Master diye şöyle. Bunlarda biz bir şeyge pek tepirni qo'shaylik. Bunun tipi olsa images bo'lgan bo'ldi, rasm. Image deb turamda. Ayirib turib. Buni cho'qim orijinal shaklda ko'pchilikni saqlaysan, ayni shakldagi. Hozir biz miyaga rasm tanlayotgan niyaga kiraylik. Buni qoralistoni Ondan picture box qo'yib biz bu rasmni ekranga qo'shib chekiblar. Ademdan uzun resim çıksın. Sizga rasm chiqlan qilmoqchiman. Qo'shib rasm tanlayotgan qilamiz mana. Keyin bir qo'ying. Dastlabda quruq rasmni payqirib qo'ysam bo'ldi-ku. Misal dastlabda tashnaning rasm tuzsam yani.
Kadamanda resimden görünüş şekillemeyelim. Resim bizim gözden qancha çoğaltып qo'ysa shuni naq chiqsin shunaqa. Buning uchun size mode deb turdi. Size mode auto size. Search image deb tanladim. Search image bilan tanlasam rasmning cho'nlig'i asosan bilis bilan chiqib turadi. Cho'ng bo'lsa shuni moslashtiribcha. Qo'shib tanlangda bir nima qilib qo'ysanda menga. Endi buni nima kirma? Resim tanlaydigan. Yo'q, resim ichildigan. Yo'q, IO, yo'q, nima? Using IO degan. Tuyqan kirasa open dialog shunaqa. Mana qo'shib qo'ygan debdi. Opay bir qildim shunaqa. Mana qo'shib chiqishiga. Double click bo'lganda bezma bir yutib olgan mana. Bana cho'qim rasmlar achirish kerak-ku, mana rasm mashinasi kerak-ku. Bundan o'zi buni yana xoslik qilyapti. Qaysi xoslikni o'zgartirdim buniki? Faylni sen bosh rasm deb yozmayman. Rasm masalan bu yerga chiqib turgan hujjatning ismi bor. Mana konkursdan nima filtr deganimni ko'rsatdi. Filtr go'shisi. Go'shisi chiqib shunaqa. Bu yerga qanday go'shni yozib bundan olsam? GIF bilan GPG. Sen so'y utopian deb yozib shunaqa. Shinghao Dian GIF Shinghao Dian GPG bundan başqa Shinghao Chikit PNG shunaqa. Chikitlik bashva shunaqa. BMP Shinghao Aiko Shinghao COR Mana shunday qo'llayga rasmlar bormi? Shuni kirgizib bo'lganda WMF nim qo'llaydi bu. Shinhodian WMF Shinhodian AMF o'shalarni turgizgan bo'ldi. Bundan boshqa hamda tekstil modeldan keyin barliq nima hujjatlarni ko'rib turish uchun shunaqa. Soyu Anjan Shinhao Shinhao qilmangmi? Lekin so'y utopianda mana yozdim. Bundan boshqa ma default ext bo'lsa Morat keyin aytgan namda shunaqa. Tasatda GPG rasmni o'zi ko'rib tursiz ham yerdan GPG qo'ysam. Buni odatda aytilib qo'ygan, buni yozishdan zarur yo'q hozircha. Bundan boshqa ne? Ma'nosi bo'lsa shifu ko'raming zidon tianjada wenjami smart apmatallar saqlagan ishlatamiz ko'pincha uni. Sen save file dialogni ochgan vaqt bor. Filtrning o'zi ma faylni bu qilib turadi. Faylni o'zi qilib turadi. Buni yozish kerak, filtr yozish kerak. Filtr index print qilish kerak-ku. Mayada initial directory deydi. Bu moratdagi mandarijni o'zi qayerga bo'ldi deydi. Mana men diska qo'yib turaman. Bash mandarij bormi? Chekkan ichilgan mandarij. Diska. Mana bilib oldik-ku. Multi-select ko'p tanlab deydi. Ko'p tanlab bo'lmaydi men birini tanlaymiz shunami. Read only chekidi ma'lumotlarga jadvalat tiksi degandek bir qancha narsa shu yordam ko'rinib chiqqan-chiqmamda qo'yib o'tisizcha. Read only ma inson jadvalat ko'rinmamda degan gapga men. Ma'lumotsa tuyqanan taytilsa, qo'yib o'tilansizmi? Mana menga tashna income. Onda pasalam kirjima. Altashna income tamam bayon qildim, lekin ma'lumotni deb qo'ydim. Altashna income vang janda bezdim. Pejin ro'shindim, masalan.
Peyshunda bezdim. Maqat chiqilgan bo'ldi yo'tizga. Ana biz mana qo'shib ketgan ishimizga OP1 ni qanaqa qilaman? Mana OP1 qanday qadamalizmi? Bunda bizga OP1 show dialog. Show dialog qilib, men ashko'zingiz ochmay shunami? Hech buni qayt xasoratli hujjatni ismini chiqarayman. File name orqali shunaqa. Nozman menga bir o'zgaruvchi bo'lay. Public string file name kasabda buni qonun qilmadim shunaqa. Do'st mavjudning nomini o'zini saqlab olmayman bu yerda. Unda agar OP1 ninki resolid iç komsa deganni hujjat ocha olsa degan gap-ku. Label turib saqlamoqmiz. Yo'q, uni bir xasligi bilish. Xasligi bor. File name qilsa saqladi, file name komsa sekin bo'ldi-chi mana. File name o'zi tamamas kun bo'lsa, aning keyindan file name o'zini tam OP1 ninkimiz bo'lgan bo'ldi, file name. Hamda rasmga kirishim kerak-ku. Ma'nosini men pekda bo'lay. Men rasmga kirishni qanday qilaman? Ko'znakni. Yep, bo'ldi-da hozir. Qaraysizmi? Pek bir nimsa image nava. Bunda bizma image linki form file nava. Image form file. Hujjatning nomini bitta, file name chiqdi. Bitta. Ma'rasini kirdig'imiz nava. Size ijro qilgandan keyin mana qo'shchiki tipa ochildi-ku. Tipa ochilgandan keyin misolga men tanlasam hozir qara o'sib ketdi. Hech qanaqa xato o'zamidi-ku. Misolga men yana yangi dars, yana misol bajrasini kirmasam. Kirdikanmi? Ana bu rasmlarni o'zini nima sondan o'zi saqlab olishim kerak shunami? Buni saqlab olishim kerak. Saqlagan vaqtda deydi bu yerdamda biz avval bu hujjatni o'zini ordinary shaklda o'qib, buni saqlab olishim kerak. Undan ma'noda staging'dan array degan narsa bormi ko'rib boqaylik. Balki shunaqa. Buni ochlikka nima orqali o'qiydi ekanman? Ma'ruf o'qiydi ekanman-mi? Balki. Undan biz uni ma qoidani ko'raylik. Avval bir dona ion kirdi ekanman buni shunaqa. Menga so'z bo'lgan ekan. So'qim using orqali nima kirishim kerak? Ion. Using system ion. Menga so'z mana kirdim. Kirgandan keyin men ma'ni bassam saqlaydi, o'chirib qo'yish degan saqlaydi. Ana faylni o'zi ko'msa, keyin buni saqlash bo'ldi. Faylni kom bu qas saqlamasam bo'ldi shunaqa. Undan so'ng men SQL jumlasini o'zidan demak hujjatniki men ikki xil yozildi SQL jumlasida. Hujjat bormi yo'qmi shuni qarab shunaqa. Agar fayl nomning qiymati tang kun bo'lsa, bu degan nimani ko'rsatgan bo'ldi? Rasm tanlamagan bo'lsa degan gap shunaqa. SQL jumlasi 5 ta yozilganda yozildi-ku. Else rasm tanlangan vaqtda degan gapda-mi? Rasm tanlangan MySQL jumlasi qanday bo'ldi? O'zgaraydi. Buna bir pek qo'shildi-ku. Masalan, men yegamda mana keyin pek bor-ku. Pek topganmi? Masalan, ma'lumot tarafnoma bir dona anda pek orqali qolgan shunaqa. Ag'andan keyin men rasmning o'zimga parametr bergan vaqtda meni shart qarayman-da bu yerda. Agar
agar faylning o'zi tang emas kung bo'lsa demoqchi nima? Tang emas kung bo'lsa, endi men avval cho'qim men pik 1dagi rasmni chiqarib o'tishim kerak. Pik 1niki disponse deb turamda. Disponse orqali D1dagi nimani pik 1dagi rasmni chiqarib o'tishim kerak. Shu fan qilyapmisanmi? Rasm o'zi ochiq deb turib oldi. Ocholmaydi bu rasmni o'zida qolganmi? Shuning uchun men qanday qilaman? Shu fan qilyapman. Shu fan qilayotgandan keyin endi men bir dona file system object file stream ni bir leoni ko'rsatgan bo'ldi. Leodagi bu eqim. Hujjat eqimini ko'rsatgan bo'ldi. Men file stream ni aniqlay ekanman. Menga file stream nima? File stream file tang new file stream. File stream aniqlaganda men bevas bir yotsam bo'ldi. Hujjatning adresini yozsam bo'ldi-ku. File name. Men faylga endi hujjatning o'zi elingan bo'ldi. Nerdan keyindan file access yozamda o'qimda degan narsa shu-ku. Masalan, men file accessning qiymatini men o'qiydigan shaklda. File open ekanmi? Mana file mode nima ekanman-ku? File modening o'zini open ochimanda asl bor hujjat. O'sha hujjat nomini ochdim shunami? Bu ma'noda new kelmaydi deyman. File stream. Xatolikdan birisi bor edi. Va men file shart o'qibdim atrab. File stream. Andan medan buni boshqa vaqtda biz IO2 file stream bo'yicha new orqali qachamanmi? Bir new bo'yni. Bayatniliqi file shart yozib qopda. Ochdim nima? Echib bo'lgandan keyin buni men bir urgent bilan yana o'ziga uchurlarni hamma saqlab olishim kerak. Bir shu zo'g'a qoldimmi? To'ntay shu zo'g'a mana. Shu zo'ning keyin so'sani ba'mnim-ku. Masalan, bytes degan hisobotni ma'nosi nima? Bytes taxlabdim men. Leyshingsmi ekan, byte shaklida ekanmi? Mana men yerda byte shakldagi bytes. Bu sizni xalqancha asan bo'ldi, mana bytes deb olgan bo'ldim-ku. Mana shu zo'g' bo'lgan bo'ldi. Bu shu zo'ni aniqlab oldim. Aniqlab olgandan keyin ishlatmadik-ku mana. Aniqlab olgandan keyin buningga men bu yerda shu zo'ni qildim. Anan keyin bytesni o'ziga o'qiyman shunaqmi? O'qigan vaqtda mana get type byte shaklda shu umumiy uchurimizni o'qib olaman. Qara. Array-ning byte shaklda. Nasib menga bytes deganning o'ziga o'qidim. Array-ning create instance orqali shunaqmi? O'qigan vaqtda buning type-ning o'zi mana nima get type deydi-ku. Get type o'zi nima? Byte bo'lgan bo'ldi-ku. Buni byte shaklda o'qiyman. Musharsal nima? Tasdiq bilan lekin tushunib olsanglar oson bu. Fayl umumuzligini. Faylda bo'lganmi men? Faylning length umumuzlik. Barliq uchurimizni o'qidim. O'qib men nega saqlab oldim? Bytes saqlab oldim shunaqmi? Bytes saqlab olgan bo'ldim. Mana o'zi Sejin ma'lumot oldim. Mana endi bir xil ishimiz bor ekan. Mana saqlab oldim shunaqa. Shu zo'ra xo'q, mustaqillikda yardım chiqib qolibdi mana. Andal yasaq bo'latdi-ku.
miya xato dedimmi? To'g'rimi? To'g'ri. İşletdim buni, işletmeni deb turib berdi. Xatolikni ko'rib boqaylik. Xatolik uchun nima qilishim kerak deydi? Shu ma bytes deganni men yo'q qo'ymayman mana. Shu o'zini qilgan leyshini keyin qo'yamiz emasmi? Byte deganning o'zi byte deganning o'zida xatolik o'z bor. Byte degan cho'ng emasmi? Cho'ng yozilishini tanlayotgansizlar. Byte bo'yicha o'qib Ketdi iPhone xatolik bo'lamda. O'tgan ishda xatolik o'qib men o'zgartganman men. Adirman turli xatolik o'zgardi. Endi shu xatoliklardanmi? Shu yo'l. Qo'yla. Masalan, hujjatni ochdik shunami? Ochgandan keyin file stream bor. File stream deb layer meni qilagandan keyin file stream ochadigan layer bor edi. fs deb ismini buni qo'yib oldim-ku. File'ni open reader orqali hujjat tuzini ochdim shunami? Ochgandan keyin fs saqlab oldim-da tushunsiz o'zini. Ana men yerda byte shaklidagi bir nima eni qildim. Neysundagi bir shu zona qildim-ku. Bununla anan keyin byte orqali buni umumiy sig'imchi mushlan sig'imi qancha bo'lgan bo'lsa FSL lens degan umumiy sig'im emasmi? Sig'imchi cho'nliqda mana shu zona to'ldirdim-ku. To'ldirib bo'lgandan keyin uchur o'qiyman-da. Read. O'qidim. Mushlan ichiga o'qigan 0-sidan eng oxirgi vaqtgacha mana shu o'qib berdim-ku. O'qib bo'lgandan keyin endi men sondan saqlamoqchi mana. CMD-niki parameters topadi shunaqmi? Parameters adet shunaqmi? Parameters adet. Amaniki peak da bir parametr bor-ku. Endi peak resim. Bunga endi bevosita menga mana ikki xil yozuv usul bor. Eng yaxshisi mal yozgan SQL type deb turadi-ku. Menga images bor. Ana mashinaning nimasi values tang bo'lsin deymiz. img b mavjud qilmaymi? Mavjud bo'lsa resimni o'zini sondan o'zi saqlaydi ekan qilsam. Saqlab boqaylik shunami? Sana saqlasan ordinary shakl saqlandi, bir munchalik uchurlar bilan saqlandi bu yerga. Misolga menga xalqam menga masalan Alimjan deb yo'q etdi. Alimjan shunami? Bir nomerlarni yozdim-da. Sondan keyin menga
Mana shu olib tashlanan mush to'g'on o'zini saqlab etmoqchi shuna va. Mana qush ma'lum ketib qolib chiqdi-ku. Endi biz shu jukka kirib baqsaq, rasmni ko'rmaysizlar yerda. Shundan rasmni o'qib chiqib so'laydim. Lekin bu nega saqlandi? Sandan saqlandi. Samam yerdan takib olsa, arjunchi şekilde sandan saqlandi. Qaramay arjunchi deb turadi. Hozir arjunchi shu deb turdi-ku, saqlandi. Ammo o'qish so'lay. O'qigan vaqtda nima yerdan tu'chi qanaqda shunava. Buni ikki tane ko'rchoqlik evasanlar bo'ldi ekan bundan keyin. Mana faqat SQL jumlasini deb bergandan keyin image qilish yoki o'z ma'lum qismimizni bir ko'rchoq qo'ysanlar bo'ldi. Arjunga aylantirgan qism bormi? Adresni qani arjunga qilib chiqib berdi emasmi? Yoki o'sha tutib olsanlar bo'ldi ekan. Endi o'qib chiqargan vaqtda buni o'zlar. O'qib chiqarganda. Endi men o'qish jarayoni bo'lgan bo'ldi. Mesela o'qigan vaqtda meyadan memory stream ga ko'dami meyadan avval bytesdan birini byte shakldagi bir nimani qilayotgansan-ku, shu nimani qilayotgansan-ku. Aniqlagandan keyin meyadan memory stream o'zga new memory stream b. Ma b ga o'qib chiqadi ekansa byte shaklcha, uchun o'zini. Mana faqat rasmning o'zini o'qib to'qaramaydi. Fotoni o'qib ekan-ku. Shu ham excluded scalarni o'zida faqat birlik qimmat qaytardi emasmi? Yig'an yilini qaytardi. Shu bu byte shaklga qatilib olgan bo'ldi-ku. Yoki rasm bo'lib qolib qolsa degan gap qo'ymayman. Rasm bo'lib qolib qolsa buni o'zini avval memory stream orqali ma'lum yo'llayman buni. Memory stream orqali ma'lumcha yo'llab bo'lgandan keyin stream write orqali buni men b degan so'zini o'ziga yezitmanda adab uchun o'zini. Men ma'lum yozdim. Men stream write qilsam bo'ldimmi? Ar image'niki stream write chiqarib olsam bo'ldi ekan. Undan biz avval shu so'zni aniqlaykan buni uchunmiz nima? Hozir byte b deb shu so'zni aniqladim. Quyida irkilaylik buni. Bu quyida ma'lum o'xshab keldi ekan. Men o'qigan vaqtim avval byte shakldagi bir so'zni aniqlayman ekanman. Aniqlabda men bevosita shu nimani o'qiyapsam chiqib ekancha. Avval men memory streamni aniqlayapman. Maskara baqayman o'qigan vaqtda. O'qigan vaqt uch degan o'zi chiqadi-ku. Biz u vaqt to'g'ri men qaysi yilni o'qimoqchi bo'lsam shuninkini chiqarishim kerak shunama. Buning uchun men mishadan men tanlig'ini mega rasm chiqish kerak-ku. Tanlig'im rasm chiqish kerak. Undan meyalamda biz ma'ni ishlasak ID'sini chiqarmoq qoldi menga. ID chiqarmoq shunday, ID qilsa o'qib chiqaramiz emas, mana o'z birdan bir qancha ID bo'lgan. Biz ma'nimiz ham ID chiqaraylik. ID chiqarish uchun men qanday qilman deganda mana oldiga ismi degan oldiga ID'sini chiqarsam bo'ldi-ku. Ana tiksizlik bo'g'icha ayirib olsam bo'ladi-da mana. Tiksizlik degan to'xtaydi. Aqson. Zodatda xalq nimani ishlatindoq emas, ma'zuralik date grade deb ishlatindoq-ku. Allah speech so'zatman hozir. Hamma qanday qilamiz deganda RD'ni bir xil ishlatish usuli bor. Siz RD manda qilib biz oldingi soatda manchinisi bo'yicha o'qigan-ku. Hamsa misha bevosita nimasini yozsam ham bo'ldi. Stone nomini va Stone nomini yozib buni to string qilyaptim-ku. Qo'shib. Hamda ID ismi chiqdi mana. Stringni yettirna qilib qoldim. Ana qilsam ID ismi chiqdi. ID chiqqanmi? Ham ID chiqqandan keyin mening 5dan bir xonasam 5dan siziq vaqt evasam bo'ldi shunday-ku. Uchun har bir chekkan vaqtda siziq vaqt evasam ID chiqdi-ku. O'sha IDni vakil qilib turib shuni rasmini yo'q chiqarsam bo'ldi-ku. Siyoqimiz matraplarga chiqarib olsam bo'ldi shunday-ku. Biz bana chekkanda ondan bir tane ID deb biz yozib aniqlaymiz. String ID. Ondan o'zi men bir tane siziq vaqtcha evrish uchun qanday qilaman? String ID tam last box birninki tanlab olgan turg'anlar ishlatdik. Items-niki select Şöyle aldığımız bu da hemen. Select index
select item degan shu tushunami? Buni to string qildim. Tanlangan agar tanlanmay demak cho'qim tanlanda chekkandan keyin shunami? Ana buning men ID qanda mushning ichidagi nimasini olmoqchi? Sizni qo'ymoqchi olmoqchi shunami? Qana chiqaratdim buni? ID tang ID ninki mayada. Index of tab atwa. Index of sizning deb bilmayman shunami. Yakum index of sizning deb basamlamda sizning deb bilib sizning oldine bassam bo'ldi-ku. Buningki substring deb bir funksiya bor deyishnawa. Substring machinasini boshlamajdan zifol degan gap qo'y. 5 dan tasdiq qilsam bo'ldi-ku. Nasa 5 deganning o'zini birdan boshlab deyman. Birdan boshlab umumzilligi deydi shunaqmi? Umumzilligi mushu ID birninki ID deb bag'amma. ID ninki izlaydigini bo'lsa index of shunaqmi? Index of nimani izlayman? Tiksiqni izlayman shunaqmi? Tiksiq qo'yish osundan qo'ydirmaydim. Nos biz meni message boxlar chiqarib qo'yadi. Ani hukm qila olamizda? ID ni o'zini chiqarib qo'yadi. Tiksiqni deb qo'yibdi. Birinchisidan boshlab sanamay ekan, o'ninchisidan boshlab tiksiqni -1 ga chasam bo'ldi ekan, va o'ninchisidan boshlab ekanman. Umumisidan qana bir kamalaman bor. Chiqmadi. Mishaga chalama, ha? Siziq chalama. Nachxon olsa olaydi mana o'zida. Bilinglar-ku? Xon sanchi qaysi olaydi? 10 o'z shekil o'smalay bo'ldi. Ammo ID-sini qoldiqda buningki. Endi o'chirish kim bilan turmush ishlatamiz. ID-ga izlab delete o'chirish yasab qilasizlar, o'zgartirish yasab qilasizlar, men mishitik to'xtatdim endi. Ma'lum tugitib bo'lgandik, aningimiz dataset date grade qilamiz. Qonunlar o tartibdan chiqildi mana. Mana tenja shanchu izdashni yasaysizlar. 3 narsani bu deb ko'rmay qonunlarga o'chirishni yasaysizlar. Ana men misol ishlagandan keyin shunaqmi? O'chirishni yasaysizlar, nima yasagan bo'ldinglar? Ha, shuga yasagan bo'ldinglar. Ana keyincha o'chirish, izdash. Sabana izdashlar qismini nima chiroyliroq qilaman ajaba bunday qilib izdashlar qismini qilib ismi asosan izdaydigan qilibchi. Men live mo'g'uchashlarni o'rgatganman. Numaraga yoki bo'lmasin nima ismi o'xshash bo'lib qolgan. Mayli bo'laverdi. Nechisini topdi vaqtda. Bir qancha topdi. Shunday mo'g'uchashgan. Iniqdan bo'lmasa telefonda cho'qqimizdan telefon numarasi izdamsan buni o'zida. Nima siz deysa, ismini bashar bo'lsangiz desa, ha. Buncha qilmsam olmaydi falan qila olaysan buni o'zida. Ana ma'ninki tanlig'imizniki rasm bo'lsa ham chiqish kerak-ku. Rasm bo'lmasa ichi ko'ngil bo'kish kerak ana. Mana ma'lumot ID'si erishib bo'ldi hozir. ID erishib bo'lgandan keyin endi men bir go'chonni buni yozay. Show pic deb shunaqa. San private void nima show pic shunaqa. Bizga ID lozimmi? Endi show pekni o'zida nima avval men bir dona byte shakldagi o'zgaruvchi aniqlagan bo'ldim. Shunaqmi? Avval men menga CMD knopkani aniqlayman-da menga. Shu jukni o'qib chiqadi emasmi? Ana o'chirtayam-da. Masalan, men avval COI'ni aniqlab, COI'ni yechishim kerak-ku. Demak, SQL knopka o'chirib chiqargan vaqtda mana COI'ni mashhurga har qatam o'chirib chiqishdan avval picture box'ni toza etish kerak-ku. P1ninki nimasini ma'lumot toza etmay shunaqmi? Toza etgandan keyin sondanlashdim. Sondanlashgandan keyin endi men nega danglam SQL knopkani aniqlayman-ku. SQL komanda. Tam
cmd tang conn create command qilsam bo'ladi-ku. And then cmd ning nimasi command text nima? Command text tang da bizma select qaysidan chiqirma pick degandan chiqirma nima? From nazdayma student izdayma nima? Where id set tang ma'vat pega id tanlash kerak-ku. id ma id tanlash kerak-ku men ekan tanlash kerak. Hamda cmd ningki command type tang command type text bo'lish kerak-ku. Yana birisi nima qilib qoldi? Hamda buni men ijro qilsam bo'ldi shunaqmi? Buni men shu zona qilgan bo'lgan shunaqmi? Byte unda qilgan bo'ldimmi? b bitta qilgan bo'lganmi? Hamda b deganim tang hamda cmd ningki exclude reader exclude scalar degan vaqtda yixon yiledik uchun o'zini qaytarib turdim ekan. Mana bu vaqtda byte p demek ekan, hatto model ekanmi? Biz bu yoqdan buni nimaga aylantirish kerak ekan? Byte shu zo'ga aylantirish kerak ekanmi? Mana shu zo'ga aylantirganmanmi? Buni b'ga saqlab tushunava. Endi menda buni stream readerni men yana bir narsaga aylantirishim kerak menda. Qarang menda. Memory stream neysundiki bir neysundiki saqlab tutishim kerak buni rasm shaklcha. Shu menda memory stream deb buni aniqlayman. Masalan, menga memory stream main deb qo'yishnawa. Tam new memory stream b ana nima bo'ldi 3. Shu yoz g'alati qildim. Ana bunday chiqarsam bo'ldi. Endi buning qiymati b ning qiymati nimadan cho'ng bo'lgan vaqtda 0 dan cho'ng bo'lgan vaqtda rasm bavoq chiqish kerak-da. Cho'ng 0 dan. b ning length dema. Shu emasmi? Length. Menda bino length cho'ng bo'lgan vaqtda shunaqmi? Imranchi. Uzracham kelgan. Tishxon. Tishxozlala. Vajib bilan tutma. Menda men 0 dan cho'ng bo'lgan vaqtda shunaqmi? Ana qanday qilamiz? Pick birninki image ning o'zini, menda image ning o'zi tang shunaqa. Image ningki stream right from stream deb birisi bor. Mana neysundan olamiz emasmi? Memdan oldim. Rasm chiqarib turdim. Tushunlarmi? Ana programmachilar qilsam eng oxirgi rasm borda. Chekit qilib qolibdi. Men qilib qoldim, command text ningki. Sen birinci stresim yok. Olmadı o. Aslında içindeki resmi ücret turayım ben hemen ha. Şimdi resim yoktu o içinden de. Şunda resim var Tesla. Anlamıyorum. Bakayım. İşletmek koy vallahi buna. Koçunu yazıp koyup işletmesen kanal çıktı. Neymiş ID'ni birişim kerak koy. Resim yoklarına gidip koy. Resim bana gidip resim çıkış gerekti aslında ama. Kattan bir bakayım.
bir xatoliklar bo'lishi mumkin. Mana o'zi echiqliq deb qo'yibdi, ha? Mana to'xtab turaman. Har qatim chek mana aytmabdi-qo'y balla. Ishiltib qo'ygan cho'qim nimani aytishimiz kerak? Ha, shu jukuni o'zini qanday qilaman? Close orqali aytibman shuna va kunni o'zini. Bundan boshqa men yana nimani aytishim kerak deganda bu nurg'un narsa aytman. Miyadim memni o'zim aytishim kerak. Memni o'zini close aytdim-ku. Anda men komandani ishlatdik-ku. Ha, CMD ni o'zini mana narsani qilmasak bir mojinni yusunni ikasrab qo'yapmiz-da hozir. Meni xatolik qiladi. Foundation Rahman System bytes. Mana ishim yo'q-da hozir, shu bilan chiqib oldi ishni-a. Mana qanday o'tlab qoldim. Mana qanday o'qitdim. Proqsta. Maval T-Trader o'qitgan majnama. T-Traderga yuklayib, T-Traderninki aytmarliq deb bevosita mandal qilib bevosita. Tabayt. Ana keyin buni ma jumla yozmoqda. Shunami? Ma yozmoqman-ku. Stream right-chi. Bevosita yozdim-ya? Ya yozmoqman. Memninki nimasi? Ya right. Right o'zidan animiyada shu zona o'zi beti shunama. Anan keyindan 0 dan umumuzligicha shunama. Beyninki lengthgacha. Shtakilda emasmi umumuzligicha? Chiqmadi-da mana rasm yo'q o'z xatolik biz bir doimda. SQL command. Exclude scalar qildim-ku. New BMP stream qilmayman-da. Va from mayda name bitim deb animekan. New BMP ma'noda nimaki? BMP. Bitmap kana. Bitmap mem nama. Endi chiqmadi. Narxdan asbuna. Picked up atı o bizimki değil mi? Evet.
o'chirlar. Masalan, men resim chiqargan vaqtda shunaqa. Resim chiqargan bir go'chang yozdim. Ma'ni epadi men tushunalag'a. Mana ham aydin olgandan keyin. Mishaga shanchuni o'zim yozsam bo'ldi. Uchram uchramsa tuyqalgan bir chiqib, shirgani bosgan uchirdigan qilibchi tanlab. Sen ID degan besilda emasmi yana? Uchirish bu qismini qilsizlar. Shu picture o'zini qilgan vaqtimizda qana qildik deganda men odamni bytesniki bitang 0 shunaqa. Bytes bitang 0 desatda b'ning qiymatini 0 hech qanday qiymat yo'q deb qarab oldim-da. Qarab olgandan keyin men sandarni o'zini ochdim shunaqa shu kuni. Shu qanday kuni o'zi bo'yicha ash IDga tava bo'lgan featurening o'zini ochmanmi menga? Command bo'yicha. Buni o'zini ochdim, echib buni sıfırlanırıp men dolun nima men qardimmi? Qiymatni menda kombo qilib qolsa, demak ma'ni ishlamaydi. Kombo bo'lmay qolsa resim bor degan gapda, bu resimni B degan o'qiydi shunaqa. B bilan o'qigan buni komolmaydi albatta shunaqa. Kombo bo'lmagandan keyin, bu kombo bo'lgandan keyin, undan keyin buni menni yuzindagi bir Leo'ning o'ziga ma'lum ma'lum shu zot emasmi? Shu zotda arjinja uchurlayapti. Buni o'zini yuzini ma'ni yo'llagan bo'ldimi? Yo'llab qo'ygandan keyin buni undan keyindan o'qidi shuna o'qib kirdigan nolnisman o'qib bo'lgandan keyin bundan keyin nima BTM orqali mana mana yasak bo'ldi yana image'niki from stream deb turdi-ku mem babyda bitta qildik mana ko'rib qo'yaylik undan bo'ldi jo'q bo'ldi ekanmi oldimi men ikki usul bor ekanmi avval BMP shaklda nima qilsam bo'ldi menimcha qilgandan keyin chiqdi agar unda rasm bo'lmay qolsa komik kesildi-ku ana ichida endi meni tanlagan vaqtni o'zida men rasm saqlagan vaqtda endi bu yerda dipsons qilayotgan men yerda shunaqa bu vaqtda rasm yo'qitib qo'yish mumkin bu rasm ham qilsin o'zimcha masalan bir paj rasmga kiryaptanda menga shunaqa menga zamanda bir narsani yozdim uchirib qo'yish keyin qatim uchirib qo'yishmaysan yo'qda shunaqa bo'ldi-ku ana 8-chi rasm kirmabdi shunaqa menda Ama yo'q degan keyin chiqaraman. Ha, chiqaraman rasm. Ko'zing yo'q debdi-ku. Anda o'zim yana qanaqa qilamiz picture birninki imagesni o'zi qanaqa qilsam yana 0 bunday qilsam Sizin müştabir burun müştabir nimaga yo'liqqanman. Chiqdi-ku rasman yo'q bo'lsa yo'qmayman. Masalan, yana bizlarni bizlarni ma'zaqlamoqchida shunaqa. Ma'zaqlamoqsa. Qara joy rasm chiqarar ekan-mi? Uchun shunaqa. Voy, men yaxshi ekan o'tgandan chiqaramay. Joy maqsad kunja kirman debman. Lekin men joy chiqmadan shunaqa. Chunki BMP shaklda saqlayotgan emas, men rasmni qism saqlab qoldim. Bitildi. Nosa, mashina o'zini bir kirib boqamsizlar. Ma'ninki keyin yana dabqidagi mana shancho qismini qilsa, shuga qismini qilsa, rasm yo'qlarga rasm qo'shalayotgan bo'lishi kerak. Masalan, mana shuga qilsam-ku tanlagandan keyin. Men bir tanlasam, menga ismi, telefon nomeri, kun nomer chiqadi meniki. Chekka vaqtda tushundingmi? Qila olasizlar buni? Chekkancha, bizga mushlar chiqadi mana uchurlar. Chiqaran qilsam, ID-ni qo'yib chiqara olasizlar menga. Chiqargandan keyin buni o'zgartirib qo'ygan men saqlashda bir kun ko'p basqandan keyin saqlanish kerak buni o'zi. Uchirdan bo'lish kerak mana o'zi. Rasm yo'qlarga samisha rasmga kira olish kerak. Tushundingmi? Shunga qila olish kerak. File mod degani nima O'jatni